Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Xorazm 24 informatsion dasturining navbatdagi soni efirda. Xalq deputatlari Xorazm viloyat kengashining 23-sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda deputatlar, soha rahbarlari hamda jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Kun tartibiga qo'yilgan masalalar viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, mahalliy budjetni samarali boshqarish, ijtimoiy himoya, aholi murojaatlari bilan ishlash hamda sohalarni takomillashtirishga qaratilgan dolzarb yo'nalishlarni qamrab oldi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdagi sessiyasida hudud taraqqiyotiga daxldor dolzarb masalalar atroflicha tahlil qilindi. O'zbekiston qishloq xo'jaligida zamonaviy suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish loyihasining ikkinchi bosqichi konsepsiyasi yuzasidan qishloq xo'jaligi hamda suv xo'jaligi vazirliklari vakillarining hisobotlari tinglanib, tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish tizimlarini kengaytirish orqali suv sarfini kamida 30-40% ga tejash choralari belgilandi. Shu bilan birga byudjet kodeksi talablari doirasida Xorazm viloyati mahalliy byudjetining 2025-yil ijrosi tahlil qilinib, shakllangan qo'shimcha manbalarning birinchi navbatda mahallalar infratuzilmasi, ichimlik suvi tarmoqlari va yo'llarni ta'mirlashga yo'naltirish yuzasidan deputatlik korpusi tomonidan muhim qarorlar ma'qullandi. Viloyatda amalga oshirilayotgan muhim infratuzilmaviy ishlarni amalga oshirish jarayonida fuqarolarning haq-huquqlarini ta'minlash maqsadida Xiva shahri, Qo'shko'pir va Xiva tumanlari hududidagi mulk hamda yer uchastkalarini olish va kengash tomonidan har bir mulkdorga bozor bahosida to'liq kompensatsiya to'lanishi shartligi qat'iy belgilandi. Hududiy iqtisodiyotni barqarorlashtirish maqsadida Markaziy bank viloyat bosh boshqarmasining pul kredit siyosati, inflyatsiyani jilovlash va kichik biznesni imtiyozli kreditlash borasidagi hisoboti eshitilgan bo'lsa, aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash yo'nalishida Ijtimoiy himoya milliy agentligi viloyat boshqarmasi tomonidan o'tgan davrda inson markazlari orqali amalga oshirgan ishlari va ehtiyojmand qatlamning bandligini ta'minlash borasidagi rejalari muhokama markazida bo'ldi. Sessiyada Xorazm viloyati shahar va tuman hokimliklari tizimida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlar bilan ishlashning 2026-yil birinchi choragi yakunlari sarhisob qilindi. Viloyat, tuman, shahar hokimliklariga 5430 ta murojaatlar kelib tushgan. Shundan 3600 ta murojaatlar mahalliy hokimliklarga kelgan. 1826 ta murojaatlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual va xalq qabulxonalari orqali kelib tushgan murojaatlar. Fuqarolarimizni dolzarb muammolarni har tomonlama o'rganish joyida hal etish bo'yicha tezkor choralar ko'rilmoqda. Viloyat hokimimizni har hafta tasdiqlangan sayyor qabullar rejasi asosan parshanba kuni sayyor qabullar o'tkazilib, fuqarolarni qiynab kelayotgan murojaat muammolari joyida hal etilib, qo'shimcha muddatlarga nazoratga olinib kelinmoqda. Sessiya kun tartibidan o'rin olgan yana bir masalaga muvofiq O'zbekiston-Turkmaniston erkin savdo zonasidagi obyektlarning 2026-yil uchun ijara to'lovlarining eng kam stavkalari tasdiqlanib, tadbirkorlar uchun qo'shimcha yengilliklar yaratildi. Shuningdek, shaharlar qiyofasini zamonaviy andozalarga keltirish maqsadida tashqi reklama konstruksiyalarini o'rnatish chizmalari loyihalari ko'rib chiqildi. Sessiya yakunida fuqarolarning ko'p yillardan buyon qiynab kelayotgan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino va inshootlar bo'lgan huquqlarni e'tirof etish, ya'ni yer amnistiyasi masalasi huquqiy me'yorlar asosida ko'rib chiqilib, odamlarning uy-joyga bo'lgan huquqlarini tiklash choralari belgilandi. Ko'rib chiqilgan masalalar yuzasidan xalq deputatlari viloyat kengashining tegishli qarorlari qabul qilindi. Sessiyani kengash raisi Oltiboy Rajabov boshqarib bordi.